chiqishni boshladi ekan. Qayerdan uchib kelgan bilan bilmayman, lekin hozir so'raymiz. Mana shu 441 metro kattaligidan kelayotganlarga qiziq. Aka, qayerdan kelyapsizlar? Tojikiston. Rahmat aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Qanchacha chiqdingiz aka? Ikkita reys bo'ldi. Tojikiston qayerdan sizlarning? Xo'ja. Xo'jan. Omad ishlarga. Xo'p. Partischilarga omad. Gap yo'q aka, salomat. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Shuningdek, Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz, qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 4-7lik promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Do'stlar, mana shu videoni o'z yaqinlaringizga va tanish bilishlaringizga ulashib qo'ying. Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga va Rossiyadan ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga albatta podilitsa qilib tarqatib qo'yishni unutmang va siz bosgan layklar videomizni kengroq tarqalishida yordam beradi va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishingizni so'raymiz. Albatta kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bizdan ko'pchilik bilet so'rayotgan akalarimiz bo'lsa, birinchi kommentariyada bo'ladi. Telegram kanalimiz silkasi ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa. Ustiga bossangiz Telegram kanalimizga o'tadi. Silkani ustiga birinchi kommentariyada bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tadi. Telegramda qiynalayotganlar bo'lsa, Telegram kanalimizga Max kanalimizni ham tashlab qo'yganmiz. Telegramdan o'tib, Max kanalimizga ham o'tib, bemalol yangiliklarni, tezkor xabarlarni va aviabiletlarni bemalol kuzatishlaring mumkin. Albatta o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar va ushbu videoni tarqatib qo'yinglar. Jukovskidan so'raganlar uchun video Jukovskiy aeroportiga keldik. Videoni chiqmasdan kuzatib olishda davom etinglar. Bundan tashqari, patent haqida juda ko'pchilik so'rayapti. Patentni kam to'lab qo'yganlar va patentini annulyировать qilib qo'yganlar. Ushbu haqda ham sizlarga podrobniy ozgina qisqacha informatsiya berib o'tamiz va 1 yilga patent kuyib ola olmaydiganlar ketib qanchada qaytib kelish kerak, ushbu haqda ham podrobniy sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan vatandoshlarimiz, qadrli aka-uka, opa-singillarimiz, do'stlar, mana shu video boshida to'xtalib o'tgan savollarga qisqacha men sizlarga javob berib o'tmoqchiman. Ya'ni hozirda juda ko'pchilik berayotgan savol, ba'zi birlarda shunaqa holat bo'lyapti ekan, bizga ko'pchilik telefon qilyapti, ya'ni patentini bilmasdan kam to'lab qo'ygan. Masalan, siz 1-sentyabrda to'lamoqchi bo'lsangiz, 10 ming rubl, siz 1-sentyabrda 10 ming emas, 9 ming to'lab qo'ydingiz yoki 5 ming kam to'lab qo'ydingiz, kami uni qizig'i yo'q. Xullas kam to'lab qo'ydingiz. Patentim nima bo'ladi deb ko'pchilik savol beryapti. Odatda patentni to'lovini o'z summasidan kam to'lasangiz, patent недействующий bo'ladi, patentni amal qilish muddati to'xtatiladi. Ikkinchi berilayotgan savol, ushbu patentimni 1-sentyabr to'lov qilmoqchi bo'lsam, 1-sentyabr masalan 9 ming to'lab qo'ydim, o'sha kunni o'zi yana 1000 rubl to'lab qo'ydim. Nima bo'ladi deganlar, bu patent yana ishlashda davom etadi. Patentingizga hech narsa qilmaydi. Siz agar bilmasdan masalan har 1-sentyabr to'lamoqchimisiz, siz 10 ming emas 9 ming to'lab qo'ydingizmi, o'sha kunni o'zi 1-sentyabrda o'zi yana 1000 rubl ustidan to'lab qo'ysangiz, o'sha kunni o'zi bo'lish kerak. Faqat patentingiz действующий bo'ladi, patentingizni dalshi ishlashda davom etadi va o'zingiz ham ishlab yursangiz bo'laveradi. Undan tashqari, patentim annulyирован bo'lgan, men qachon patent ola olaman? Men borsam menga patentni senga отказ dedi, mana shu oy chislada kuygan dedi deb ko'pchilik savol beryapti. Borganimda Saxirvada menga отказ berdi deganlar uchun aytmoqchiman. Patentingiz annulyирован bo'lgan bo'lsa, agar siz patentni chiqqan orqasidagi data vidachi orqasidagi berilgan sanadan boshlab 2 oy ichida уведомление, ya'ni ishga joylashganlik haqida vakolatli organlarga уведомление jo'natmagan bo'lsangiz, patentingiz annulyирован bo'ladi. Patentingiz annulyирован bo'lgan chisla oydan boshlab 1 yil davomida sizga patent berilmaydi. Ushbu holatdagilar masalan kirib kelganida 3 oygacha yurish huquqiga ega bo'ladi. 3 oy bo'lmasdan oldin, tugamasdan oldin Rossiya hududini tark etishingiz kerak bo'ladi va ushbu patentingiz kuygan chisla oydan boshlab 1 yil davomida o'sha chisladan keyin kelib patentingizni yana qayta rasmiylashtirib patent olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu holatni biz qayta tushuntirib o'tyapmiz. Oxirgi paytlarda juda ko'p bo'lib ketdi. Har kun qo'ng'iroqlarda 10 tasidan 8 tasi shu. Patentga bordim, menga bermadi, annulyирован bo'ldi degan gaplar. O'shaning uchun sizlarga nima demoqchiman? Patentga juda e'tiborli bo'linglar. Patentni ko'pchilik bilmayapti. Men ishxonam bergan, уведомление topshirgan, sen hech narsa qilishing kerak emas deb ko'pchilik shu narsaga ishonib qolib ketib, eng ko'pchilik shuni orqasidan kuygan. Bunaqa ish beruvchi, masalan, men ham ish beruvchiman. Men o'zimni firmamning nomidan olgan ishchim haqida men ham уведомление topshiraman, priyom ishga qabul qilganim haqida. Lekin men трудовой договор berishim kerak. Patent olgan odam, ishlayotgan odam, sizni o'zingiz ham agar уведомление topshirmasangiz, patentingiz annulyирован bo'ladi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bir xillar patentim ishlayapti deb o'ylaydi. Patent kamida yoki 6 oygacha yoki 6 oydan ham o'tgan muddatda juda ko'pchilikniki annulyирован bo'lyapti yoki patentni
почти amal qilish muddati tugashga yaqin qolganda ko'pchilik bilib qolyapti kuyganini. Ba'zilar borib ikkinchi patentni rasmiylashtiradiganini bilib qolyapti. O'shaning uchun eslaringdan chiqarmanglar, doim ish beruvchi ham beradi. Siz ish beruvchingiz kerak emas desa, u bilan ish tutmang. Siz ham трудовой договорingizda urilgan pechatini через gosluga siz ham berishingiz kerak. Siz bermasangiz kuyadi. Mana shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Undan tashqari yana mana shu patent temasida hozir juda ko'p bahslar ketyapti. Menga patent berishmadi. Men kirdi chiqdi qilib har 3 oyda ishlab tursam bo'ladimi vaqtinchalik deganlarga aytib o'tmoqchiman. 90 ga 365 qonuni bor, bilasizlar. Hozirgacha ham ko'pchilik bilmaydi. Buni oldingi eski qonunga o'xshatishadi, ya'ni 90 ga 180 qonuniga o'xshatishadi. U 90 ga 180 qonuni o'zgargan, akalar. Bunga 2 yildan oshyapti почти. 90 ga 365 bo'lgan. Siz Rossiya Federatsiyasiga keldingiz, sizga patentingiz annulирование chiqdi, sizga patent отказ berdi. Siz o'sha kelgan kuningizdan boshlab 3 oy muddatda siz chiqib ketishingiz kerak. Agar sizda registratsiya bo'lsa, kimdadir qizil karta bo'lsa, o'zida registratsiya qilgan bo'lsa 3 oygacha chiqib ketish kerak. Kimdir agar qizil karta bo'lmasa, qog'oz registratsiya qilib 3 oy ichida chiqib ketish kerak. O'sha kuygan chistadan 1 yilgacha patent berilmaydi deb aytayapman. Ya'ni siz 3 oy bu yerda yurib ketib 365 kun, 1 yilda qaytib kelishingiz kerak. Ushbu video sizlar uchun foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Hozir aeroport ichkarisiga kiramiz. Aeroport ichkarisidan sizlarga qisqacha yangiliklar, ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. RUID ga keladigan bo'lsak, RUID ga ko'pchilik savol beryapti. Rossiyada yurganlarga ham kerakmi deb. Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar, kelish safarini tashkillashtirayotganlar, qaysi kun men uchaman, masalan, mana shu kun uchaman degan kuningizdan boshlab, bilet olgan kuningizdan boshlab, yo mashinada kelasizmi, chegaradan qizig'i yo'q. O'sha paytdan boshlab 90 kun oldin yoki 72 soat oldin siz o'sha RUID ilovasidan ro'yxatdan o'tib QR kod olishingiz kerak. Yoki zaruriyat hollarda sovuq narsalar bo'lib qolganda 3 soatdan yo kirish granitsadan kirish soatidan shu 4 soat oldin to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Mana shu videoni ko'pchilikka podelitsiya qilib tarqatib qo'yinglar. Bu haqda tushunmaganlar bo'lsa, yana kommentariyada izohlarni qoldirsangiz, biz yana sizlarga video rolik qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Aeroport ichkarisiga kiramiz. Jukovskida holatlar qanaqa sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, podeshga like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana do'stlar, mana shu 441 avtobusi metro Kotelnikidan keladi. To'g'ri Jukovskiy aeroportiga. Mana 441 mana kelganlar chiqish boshladi ekan. Qatdan uchib kelgan bilmayman, lekin hozir so'raymiz. Mana shu 441 metro Kotelnikidan keladi. Yo'lda hech kim to'xtatmaydi buni. Agar hujjatdan problema, yo'lda militsiya to'xtatadi deganlar bo'lsa, spokойно metro Kotelnikidan kelsangiz bo'ladi mana shu avtobusda. Mana shu Jukovskiyning oldigacha keladi. Ketishda ham chiqsangiz mana shu yerga keladi. Chiqib kelaverasiz. Do'stlar, mana 941 ketdi. Mana bu yerda благоустройство ketyapti. Mana bu yerdan kirib ketish uchun uchishga u tarafga kirilardi. Xo'p, mana bu tarafdan kirasiz. Hali ham shaydan kirasiz, просто yo'l bekitib qo'ygan. Mana bu tarafdan kirib borib, aylanib o'tasiz. Mana shu kelayotganlarga qiziq. Aka, qayerdan kelyapsizlar? Tojikiston? Rahmat aka. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Qanchaga chiqdingiz aka? Normal. 2 ta reys bo'ldi, 8 soatda chiqdi. 8 soatda chiqyapsizlar. Tojikiston qayerdan uchdinglar? Xo'jan. Oh, gap yo'q aka. Samый главный chiqibsizlar-ku. Omad ishlarga. Xo'p. Подписчикlarga omad. Gap yo'q aka. Salomat. Mana bu eshikdan mana Jukovskiy Kiril harfi yozilgan. Bu yerdan faqat keladiganlar chiqadi. Mana bu lotin harfi yozilgan tarafdan faqat uchib ketadiganlar kiradi. Kengaytiryapti bu yerda, mana ko'ryapsizlar. Hozir ichkariga kirib, ichkaridagi holatlarni bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Obuna bo'linglar, Jukovskiydan video deganlar, like bosib, podelitsiya qilib, obuna bo'lib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Mana bu yerdan sumkalarni rengiga qo'yib o'tamiz. Do'stlar, mana bu yerda megabaritli bagajlarni u yoq bu yoq qilib o'rab, razbiratsiya qiladigan joy. Bu yog'i mana eshikdan kirishingiz bilan rengindan srazi o'ng qo'lda mana birdan boshlab to yo'q ketgan, birdan boshlab 18 gacha bagaj topshiradigan stoyka. Boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Boshqa hech qayerda bagaj topshiradigan, registratsiya bo'ladigan joy yo'q. Mana shu yerda registratsiya bo'ldi. Hayronman, biron marta stoykada odam yo'q paytda ko'rmadim. Jukovskiyda nimaga bunaqa tushuna olmayapman hozir. O'zgarishda katta, mana bu yerga katta tablo qo'yilibdi. Mana shu yerdan ko'rib olasiz o'z reysingizda qaysi stoykada registratsiya bo'lishini. Hayronman, chota hozir tepaga chiqaylikchi nima yangiliklar. Bagajlarni topshirib mana bu liftdan chiqib ketsangiz ham bo'ladi yoki shunday mana bagajni topshirib orqangizda mana bu eskalator turibdi. Mana eskalatordan chiqib ketsangiz ham bo'ladi, mana bu liftdan chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdan kelganlar chiqadi. Hozir ko'rdingiz 8 soatda chiqibdi ekan. Mana zona tamoshli kontrol. 8 soatda chiqibdi, 8 soat. Hozir ikkinchi etajga chiqamiz, ziloni koridor ko'ramiz. Mana bu liftdan chiqamiz akalar. Ikkinchi etajdan chiqamiz.
Toshkentni go'zal qilishdi. Toshkent uchibdi, endi hozir 10-15 minutdan keyin Xo'jandga ochilib keladi. Mana bu liftdan chiqqandan keyin mana Ziloniy koridor. Ziloniy koridor mana shu yerda. Mana shu yerdan kirib ketasiz samolyotga. Mana bu eskalatordan chiqsangiz ham sirazi o'ng qo'lga, yana o'ng qo'lga. Kirib kelishda GBRdan boshqa hech kim yo'q. GBRlar bor xolos, ko'ryapsizlar, militsiya yo'q. Xullas akalar, Dushanbe uchibdi, Toshkent uchibdi. Biz kelmasdan jicha oldin registratsiya bo'lib, endi hozir Xo'jandga o'tib ekan. Xo'jand boshlanadi hozir. Yo'lda hech kim yo'q hozir kelishda ko'rdim. Bugun to'ta hech kim yo'q. Ular sekin-sekin kelishni boshlayapti Xo'jandga. Mana bu yerga katta tablo o'rnatilibdi. Mana shu tablodan ko'rib olasiz. O'z reysingizni qaysi aviakompaniya, qaysi stoykadan uchadi, mana shu yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi, mana shu tablodan. Xullas holatlar o'ta a'lo darajada. Kelganlar mana bu tarafdan chiqadi akalar, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistondan kelganlar. Keyin mana shu to'g'ridan chiqadi ko'chaga. Shota aeroport bu safar o'ta tinch. Bunaqa tinch turishni ko'rmagandim, lekin odam doim gavjum bitgan bo'lardi, lekin hozir to'g'ri уже sezon ham emas, hayitga ham ketadiganlar уже ketib bo'ldi. 441-avtobus Xudo xolasa mana shu yo'l bitsa, mana shu yerga kelish kerak. Mana shu yerga keladi. 441 metro Katinnikidan keladi. Mana yana bitta 441 keldi akalar mana. Mana shu metro Katinnikidan keladi. Yo'lda militsiya to'xtatmaydi mashina. Bemalol kesalaring bo'ladi. Pramoy metrogacha ham boradi, Katinnikidan bu yoqqa ham keladi. Mana aeroport. Yana esdan chiqmasin akalar, mana shu lotin yozuvidagisidan uchib ketish uchun kirasiz, kiril yozuvidagidan uchib kelganlar chiqadi. Do'stlar, sizlar bilan kelgusi roliklarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqa savol, takliflar bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni, fikrlaringizni qoldirishingizni so'raymiz. O'shandan kelib chiqib biz sizlarga yana foydali ma'lumotlarni o'sha haqda biz o'rganib chiqib sizlarga batafsilroq yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.